Gapni cho'zib o'tirmaymiz. Bugun Samarqand it bozoridagi mana bunaqa alabayskiy kuchuklarni, undan tashqari limuzin deysizmi, boshqa turdagi har xil kuchuklarni videosini boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz yana ko'pchilik so'ragan Samarqand it bozoriga yetib keldik. Sizlarga xudo xolasa manfaatli, chiroyli video qildik. Videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga mehmon bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'ying. Mana bunaqa onasi, otasi 90 kilolik kuchuklarni chiqardik. Videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi bozor qaysi bozorlarda chiqaraylik? Bo'lmasa videomizni boshladik. Nemetskiy ovcharkani kattasidan, buyruqni bajaradiganidan, erkagidan so'ragan akalarimiz uchun xo'p, sotiladi. Yoshlari 2,5 yosh. Mana qaranglar. Ammo askarlar boqadi, ashundan aka. Buyruqni bajaradi deyapti egalari, 2,5 yosh, erkak sog'lom. Aybi kamchiligi unaqa narsasi yo'q. Aka unaqa to'q-po'q, unaqa yopishadigan unaqa odati yo'q, a? Qo'yvorsa yopishi mumkinmi? Ha, qo'yvorsa yopishi mumkin. Qo'yvorsa yopishi mumkin ekan. Ayblarni ham boshidan oxirigacha aytib. Endi och qoldirsa menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Qorni to'q bo'lsa, och qolsa deydi ovcharkalar, shunaqa qo'yvorsa deydi, to'q-po'qlarga yopishadi deydi. Buni ko'rib maslahat qilib olaverasizlar. Aka, narxi nech pul so'rayapmiz? $150 so'rayapmiz. O'zingizniki, sog'lom. Telefon nomer 33lik 514 2014 raqamiga bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Samarqandda manzil? Manzil Samarqandda. O'zimni amakimni qo'y. Ha, o'zingiz amakingiz kuchuklari. O'zlarini amakilarini kuchuklari ekan. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Xo'p, angliskiy buldog ekan zoti. Rostdan shunaqami? Bilganlar kommentariyaga yozib yuborsin. Mana shunaqa kuchuklar ham chiqibdi. Laychaga o'xshaydi, kichkina. Egalari aytishyapti, zvonok vazifani bajaradi. Aka, yoshi nechida aka buni? 1,5 yosh atrofida bo'lyapti. Erkagi mana hop sog'lom xudo xolasa. Aka, bu asosan qanaqa holatda boqiladi? Mana uyga, xonaki qaligi dekorativnimi yo sovuqqa liboyga chidaydi. Sovuqqa liboyga chidaydi. Shu uyda boqqani ekanda, endi bilmayman, zvonok desangiz, jaliga aykillab bormayapti ham. Narxi nechmi so'rayapsiz aka? 800 ming, 700 ming kam bor. Dehqonchilik o'zingizniki. O'zlarinikiga 800 ming, 700 ming so'm kam bor deyapti. O'sha atrofida ekan. Xo'p. Shu yerda sotamizmi yo nomerni beramizmi? Farqi yo'q, shu yerda. Nomeringizni beraverasizmi? Biroq o'sib baraka topsin. Bo'ldi, nomeringizni bering bo'lmasa. 99. Aha, 99lik. 737 24 26 raqamiga qiziqqan akalarimiz bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Bo'ldi. Like bosing. Ukalarimiz yuribdi kuchuk qidirib. Bo'ldi, ana shu nomerga telefon qilaverasizlar bemalol. Manzil Samarqandda, Samarqand shaharida. Aha. Xo'p, davlatin so'ragan akalarimizga mana azaliga o'ynashadigandan chiqibdi bozorga. Erkagimi? Ayol, urg'ochisi. Urg'ochisi nechta tuqqan? Tug'magan hali, yosh. Ha. O'ynashyapti. Nech pul so'rayapmiz? Nech pul? $100 kammi? Bozor qildimi? So'radimi bozor? Nech pul so'radi? 800 ming so'radi. 800 ming so'rabdi. Qiziqqan akalarimizga urg'ochisi sog'lom. Yoshi nechida buni? Yoshini bilmaysiz? 2 yosh. Telefon nomerini beraveramizmi? Telefon nomerni nechilik? 95lik 388 70 nechta? 42 72 raqamiga telefon qilaverasizlar. To'polon bo'lib ketdi mana. Xo'p, sotilgan bo'lsa akalar kommentariyaga qarab qo'yasizlar. Sotilgan deb yozib qo'yamiz. Masalan, bir xilgi kuchuklar sotilyapti, egalar nomerni olib tashlayapti, iloji yo'q. O'shanda nomer kommentariyaga qarasalaringiz, zakrept qilib
qadab qo'yamiz. Bemalol o'sha raqamlarga telefon qilib olsalaring bo'ladi. Haligi keladi-yu ketadigan, sotilib ketadigan variantidan. Buni yana bitta sherigi bor, hozir baraka bo'lyapti. Nech pulga baraka bo'layotganini ham qo'yib o'tib ketamiz. Urg'ochisi sog'lomi, quloqlari kesilgan, tayyor. Olib shunday boqadigani. O'zimizda bitta Shahboz akam ham so'rashayotgandi. Endi Samarqandda narxi nech pul aka buni? 1,5? 1,5 million. Kami toza-ya? Toza alabay. Ay turishini qarang buni. Buni klient rasa ko'p-da. 1,5 million urg'ochisi. Kami bor. Narigin Qat'iy yonashma. Wow. Bu. Mana jeriga keldi. Bunisi ham urg'ochimi? Nariginisi ikkalasi ham urg'ochi. Ana sherigi ham keldi. Qaychi? Nech pul so'rayapsiz, tog'a? 1,5 milliondan ikkalasining ham kami bor. 1,5 milliondan kami bor. Voy. Turishini qaranglar buni. Necha oylik bular? Necha oylik bular? 1,5 oylik. Endi 1,5 oylik. Bu hali jicha katta bo'lsin. Sizlarga shuni ko'rsatadi. Telefon nomerini berib yuboring, tog'a. Telefon aka zoki. Telefon aka. Nomera. Qiziqqan akalarimiz ko'p so'raydi aka. 97 880 80. 97 lik 912 912 88 80. 8880 raqamiga telefon qilaverasizlar. Manzil Samarqand shaharda. Tez telefon qilib ulgurib qolinglar akalar. Limuzin so'ragan akalarimizga. Limuzinda erkak, ha? Limuzin paroda, ha. 7 oylik erkak, ha? Erkagiga 7 oylik erkagiga limuzin. Qaranglar turishini. Ajoyib. Shu qaysar ekan. Tashlanyapti. Sog'lom, aybi yo'q, kamchiligi yo'q. Narxi nech pul? $200. $200 kami bor. Bozor so'ramadimi, hali qilmadimi? Bozor qilmadimi, hali so'ramadimi? Bozor qilmadimi, hali so'ramadim. 1 million 200 qildi. 1 million 200 qildi. Lekin berishmabdi. Nima deysizlar, arziydimi? Xo'p. Telefon nomer bera olamizmi? Telefon nomer nechilik? 90lik. 456 1073 raqamiga bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Manzil Samarqand shahar-a? Mikrorayondan. Bo'ldi aka. Telefon qilishaveradi. Domda katta bo'lgan, o'rgatilgan. Mana. Tualet hammasi o'zi kirib qiladi tualetga. Tualet hamma yoqda o'zi qilar ekan, o'zi bilib, o'zi aytib qilar ekan. Gap yo'q. O'rgatilgan ekan. Bo'ldi aka, telefon qilishadi. 3 oylik bo'lyapti. 3 oylik alabayni urg'ochisidan so'ragan akalarimizga oppoqdan, rang aralashmagani, gibrid bo'lmaganidan. Hop. 3 oylik sog'lom. Sog'lom, aybi yo'q, kamchiligi yo'q, xudo xolasa. Nech pul so'rayapsiz? Nech pul narx? 3 million kami bor. 3 million kami bor ekan. Yaqinda kelish shekilli, hali bozor so'ragani yo'q. Telefon nomerini bera olamizmi? Telefon nomer 93lik 727 79 76 raqamiga telefon qilsalaring. Manzil Namangan shahar. Namangan shaharda shu yerdik-a? Samarqand shahardagi, uzr. Hayolim Namanganda-da. Samarqand shahardagi. Bemalol telefon qilsalaring bo'ladi shu nomerga. Adashib ketdim, uzr lekin. Xo'p, 4 ta alabay yotibdi kuchugimiz. Sotilar ekan. Hop. Aha. Bu urg'ochi nimasida? Erkagimi? Ha, erkagi. Bitta urg'ochi, 3 ta erkagi. Mana. Narxi sog'lomi? Hop. Hop. $100, qolgani $200 dan. Qolgani $200 urg'ochi $100 dan. Kami bor. Necha oylik bular? 2 oylik bormi? 2 oylik bormikan? Kamayno. 50 kunlik. 50 kunlik, hali 2 oylik bo'lgani yo'q. 50 kunlik kuchuklar. Mana erkagidan so'ragandilaring. Savdosi bo'lyaptimi yo'qmi? 50 kunlik sog'lomi? Quloqlari kesilgan tayyor mana.
Mana shu ochlar qaranglar buni shirinligini. Dahshati. Ota-onasi tayini. Ota-onasi tayini. Ota-onasi anig'i. Aniq. Ota-onasi aniq. Telefon nomerini berib yuboring. 91lik 553 5506 raqamiga bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Ya egasini chiqarmay qo'yaylik. Bemalol telefon qilaverasizlar akalar. Ulgurib qo'yinglar, ammo sotilib ketadi. Qaytayotganimizda kelib qoldi. Nemetskiy ovcharkani kuchugidan so'ragan akalarimizga. Xo'p, qulog'i sinmagan sog'lomidan. Adashmasam birortasi qulog'i sinmagan. Nechta erkak, nechta urg'och aka? 3ta erkak, 3ta urg'ochi. 3tasi erkak, jami 6 ta ekan. Bu yerda 5 ta ekan. Bu yerda 4 ta ekan. Qolgani yo'qda, mashinada ekan. Sotiladi. Har bittasi $100 dan kami bor. Erkagi ham, urg'ochisi ham $100 kami bor, ha? Erkagi ham, urg'ochisi ham $100 kami bor. Bu ota-onasi shu yerdan buni, onasi shu yerda ekan. Odamlar o'rab olishyapti. Tezroq telefon qilinglar. Telefon nomerini berib yuboring aka. 99lik 074 58 43 raqamiga bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Mana. Ulgurib qolinglar akalar.